birinchi bo'lib kundalik xotiramni o'qigan odam men uchun xotir yozgan odamdir. U mening barliq maxfiyatliklarimni biladi. Shung u bu dunyoda qalbimni hammadan pek tushunadigan odam. Men bo'lsam bir oddiy qiz, biroq u odatdagi bir yanchiqchi. Ya'ni o'g'ri. Men o'g'rini yaxshi ko'rib qoldim. Murat. Bana Murat. Keldingizmi Roşen? Bek taleylikkensiz. Biz yeni bir naqshni ishlab bitkizdik. Anlab beqin qandaq? Nahayat yaxshi. Murat. Baya bir o'g'ri. O'g'irga uchrab qoldingizmi? Somkingizni kesitibdi-da. Yana birini elib olsangiz bo'lmadimi?
kadın kubu nakşimiz. Yaptık bana. Evet, bula. Ha, bir şey durup alalım ha. Başlamda. Qanamsa, başlaylı. Deya oldunlar mı? Ya oğlum. Ha, yaxşı. Həmmimizdən başlayımız əmsə? Yaxşı çal. Başlayımız əmsə? Diqqət. Ali. Bu yerdeki ifaden nayet yaxşı oldu. Cemiyetki çıqqandan keyin mi qalaymanqa ishlardan qo'l uzib, yaxshi odam bo'lishga tirishgan, ha? Rahmet. Xo'sh. Xo'sh. Hadi. Qaytib keldingmi? Qaytib kelib yaxshi qilding. Sapsaq turibdi manqo. Yo'ldishing helimi? Seni uramdi. Yo'q. U burunqi ishlar. U hozir menga xeli kuyinadi. Bo'ldi ukam. Sen endi qaytib kelding. Qalayimqan xiyollarda bo'lma. Bugun qaytib kelishingni o'ylamabdi ekanman. Aram elavag'im, sen tamoq etib beray.
Qo'sog'ing ochqanda tamg'ani ye. Beşinizden az ısıq soğuq ötmeptiken kızcaq. Mən Mağay Roşen. Şinjan tolumu kiçik, bək çət cay. Mən Beyjingə berib çoxum yol tapaman. Qız oğulla oturistiki şəxsi dostluqның muvaffaqiyat qazanış yolumdaki tosalğı bob qalışığa qarab durmasligim kerak. Şunca aşkım bilen kuygandim o men sana. Mən kəsibdə muvaffaqiyat qazanış üçün köngül qoyub izlənişim kerak. Mihrim bilen suygandim o men Xeyr xoş. sana. Aman bol. Şunca aşkım bilen kuygandim o men sana. Şunca mihrim bilen suygandim o men sana. Taşlap kettin meni yiraqqa, qo'yding meni cheksiz azobga. Taşlap kettin meni yiraqqa, qo'yding meni cheksiz azobga. Keyningga yana bir qara sana shuncha talmirgan mana. Keyningga yana bir qara sana shuncha talmirgan mana. Sen mana Hazır mən bu cihanda sizni həmmidin bək düşənigən adam. Sizni çoxum tapaman.
Voy. Men. Hozir avtobusga ketib boraman. Ha, to'g'ri, hozir yetib boraman. Saqlab turinglar, ha. Va yo'lda qisqanchilik mashina mangmayotdi. Ha, bo'ladi. Ha, xaridor kelganman, saqlab tursin. Men hozir yetib boraman. Ha, bo'ladi, ha. Ha, bunda shu bahar bo'laverdi. Ha, ma'qul, ha. Hey. Ben öte olay. Duracağız. To'xtag'ina. Ya, to'xta. Ne bo'ldi? Ha? Keta bu yoqqa. Nimda biz ishimizga aralashsa? Ha? Qo'linglar bakastga. Hammamiz bir kasbdagi odam turib, ishni qarab turib buzding-ku, ha? Buranglar boshqilatmaymiz. Sizlar meni qo'yinglar. Meni qo'yinglar. İşini aralashamiz, ha? Keta buni. Tasana. Tipa qo'yitish. Bundan keyin men o'shani tepib shu juma balanza, ha? Anladingmi? O'shani yig'ibchi. Hadi. Qo'y. Asqar So'jan. Yağlı meyizli qilma. Kim So'janki? Hey, jiddiyleşme. Biz sen bilan paranglashaylik deb chaqirdik. Chiqqaningga 2 hafta bo'lgandi. Nima ish qilyapsiz? Biz sana iş tepireylim ya, ha? Ali. Yo'q, avaromanglar. O'zim topaman. Cho'qim manglar ish tepiladi. Aldirabmi ketma. Biz o'qish beramiz, ha? Rahmat Asqarka, rahmat. Menga rahmat aytmay. Buningdan keyin yomon yo'lda mangmisanglar, men shunidan qo'shilaman, ha? Ma'qul. Ha. Qo'sh. Sen mitti? Ha? Nima? Hech nima. Buni ko'rayotgan edim. Buni yoqtiramsiz? Undaqa emas. Naqshlari intayin yaqinliq. Emas anglab boqay. Qo'yib beray, anglab beqing. Anlamamsiz? Siz anglamsiz. Men Menimcha sizmi anglashni xohlamaysiz? Nimishqa bu xil tuyg'uga kelib qoldingiz?
Bilmeymen. Bu çırayga sapsilip qarab beqing. Özünüzmi çandırıvatsız. Yeni şundaq his qildimki, bu adam başqalarının muhabbetini chin ve güzel deb bilmeydi. Aksice, o çoqum özünün muhabbetini bebaha deb qaraydı. Şoňa onun muhabbeti xuddi çüşdek. Goya köktiki bulutdek. Yügensiz. O bir qızning qalb dunyosiga kirib, onu nemini o'ylaydiganligini, nemaga intildiganligini, nemadan ko'ngli xush bo'ladiganligini, nemadan ko'ngli yerim bo'ladiganligini tushunishni xohlamaydi. O bir qizning o'g'il bolaga qaraganda shirin tilaklarga texmi muhtoj ekanligini o'ylabmi yetanmaydi. Kechiring, men gapni sal... Men ömrümde bundaq ko'p so'zlab baxmagan. Faqat boya sizni uningga qarashni xohlamaganligingizni ko'rib, tuyg'umning to'g'ri ekanligini his qilib, shunga men... Rahmat sizga. Menga rahmat demsiz? Siz menga rahmat desangiz, nima deyishimni bilmay qilyapman. O'g'illar sizdek bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Başqalarni tushundikansiz. Nimaga kulasiz? Hech nima. Boy bir oz. Siz nerede ishlaysiz? Men asli bir shirkatda ishlaydim. To'g'ri, shirkatda. Xo'jayin hamisha shirkatdagi qizlarni bo'zaq qiladi. Men ochchig'imda uni rosa tillab istifa berdim. İsmingiz nima? Ali. İsmim Roshan. Men ismingizni bilib bo'lgan. Men sizni bir yerda ko'rganda qilaman-ku. Siz tunugun ko'chada bir qancha yanchuqchilar bilan ilishgan. Yanchuqchilar bilan ilishgan. Sizmi? Haqiqatan botirkansiz. Kündəlik xatiramga tunji muhabbatimning barliq jarayonlari bilan ichki hissiyotlarim xotirlangan. U xotiramni ko'rdi. U mening boshqalarning so'ygi jannati bo'lishini o'ylaganligimni, oxirida buning bir tush bo'lib qolganligini biladi. Shunga uning so'zlari meni o'ng'ayli ta'sirlantirdi. Ras. Ko'nglim eridi.
Men Ali bilan o'tayotgan mushu xo'shallik kunlarimda o'tgan ko'ngilsiz chog'larimni unutib, pak muhabbat gulini texnik ko'rgazib ichildirishga intilardim. Kompüterda 200 derecelik diplom bağlarını alınız. Siz qancha yil o'rgandingiz? Rahmet sizga. Nima uchunligini deb bilasizsiz? Kaçırım. Biz təklif qıladigan amalıq saqlığıcının xizmət o'rniga chiqish kelishkisi bo'lishi kerak. Bo'pti. Bo'ladi. Men at ko'rishay. Bugun vaqtim yetmaydi. Ha? Odamimiz to'liq chiqib ketadi. Ma'qul, shunday bo'lsin. Kim? Oy, Yaxshimisiz? kiring. Chiroyingiz boshqacha turdi, og'rib qoldingizmi? Yo'q, charchab qoldim. Sizni amroqkan deb qo'g'in ag'ash keldim. Ta'mi qandaqroq ekan? Akilang, men tilay. Ajab tatlı ekan, ha? Xizmat topolmadingizmi? Bo'pti. Hech qisi yo'q. Sizning meni bekatalatgan deb qilishingizni xohlamayman. Oilangizdagilarning qizimning yurgan yigiti tuzi xizmati yo'q bola ekan deb xafa bo'lib qolishidan ansirayman. Navoda qo'shilmasa,
siz manga qarmaysiz. Rastla ahmaq ekansiz. Siz o'zingizga ishonmasingizmi, menga ishonishingiz kerak. Sizni qandaqmi tashlab etaman? O'zingizning yaxshi yigit ekanligingizni bilmamsiz? Men undaq ahmaq emas, shundaq yaxshi yigitni haqqa o'tinib beradigan. Bo'ldi, tasalli bermang. Sizga tasalli berganim emas. Siz boshqalarni tushunasiz. Boshqalarga ko'ngil bo'lasiz. Men degichilar ko'nglimdikini bilib bo'lasiz. Menimi xuddi ko'z qarchug'ingizni asragandek asraysiz. Ayting, sizdan ayrilib ketishga ko'zim qiyamdi. Ishonamanki, cho'qim xizmat topa olaysiz. Tirishsangizlar muvaffaqiyat qozona olaysiz. Manga haqiqatan kuyindi ekansiz. Sizga men kuyinmasam kim kuyinadi? Siz manga kuyinsangiz mangu rozi bo'laman. Bugun men shuni bildimki, u men bilan mangu birga o'tish uchun cho'qim bir xizmat bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Shuni u nurg'unyaga qatirab, teksini yegan bo'lsa-mu, biroq yana yo'l menga yetibdi. Kechiring. Bildim, yana topamabsiz. Yuring. Necha kundan beri bek charchab ketdingiz. Bugun men sizni obdan mehmon qilib kutib qo'yay. Biz taklif qilib ishlatadigan bu bir turkum gazet jurnal taqatqichilar asosan ish o'rnidan qolganlarga qartilgan. Biroq Asqar sizni tanishtirib, oila ahvoli bir qadar favqulodda dedi. Shunga gazet jurnal taqatish japaliq ish. Cho'qim ideviy tayyorligingiz bo'lishi kerak. Chiroyingiz bir qismi turamdi qandaq? Ha? 2 kundan beri zukam bo'lib qopti. Lekin teni nihoyat sog'lom. Mundaq ishkanda. Sizdan yoshirmayman. Men yaqinda emgak bilan o'zgarib chiqdim, o'g'irlik qilgan. Manga bu fursatni berishingizni umid qilaman. Men cho'qim tirishib ishlayman. O texi bola. Hamoqatli qilib, ba'zi bo'lmag'ur ishlarni qilib qo'yibdi. Azmaydigan kim bor deysiz? Azg'an ekan, uningga to'g'ri yo'l ko'rsatib, qayta odam bo'lish fursati berish kerak-ku. Bo'pti, jasoratingiz bor ekan. Qarshi olamiz. Naqsaq bo'g'rak. Bo'lsimish ishga yordam qilgan bo'lsanglar. Hey, Ali. Ajab vaqtida keldingiz. Sizni izlayib turgandim. Men tanishtirib qo'yay. Bu ishqisi mening saboqdishim. Bir shirkatda kadrlar xizmatini ishlaydi. Ular sizga yordam qiladigan bo'ldi. Bo'ldi, men xizmat topdim. Rasmi? Xizmat topdingizmi? Nada? Polana e'lon shirkatidan. Bek yaxshi bo'pti. Agar rozi bo'lmasangiz bizning shirkatga kelib ishlang. Siz Ro'shangulning do'sti ekansiz. Ajit yo'q. Hozir qishimmi bo'ladi? Sizlarni avvar qilib qo'ydim. Qo'shamsa. Arzimaydi. Baqlamsa. Ketirasizlar. Xo'sh. Xayr, xo'sh. Men sizga cho'qim ish topa olaysiz degandim-ku. Siz bo'g'ashqalar ishlarim yurishyapti. Bu sizniki. Bu sizniki. Yo'q, bu sizniki. Rahmat sizga. Arzimaydi.
Kim o? Men Roshangul. To'xtab turing. Roshangul, kiring. Eshikni ajab uzun ochdingiz-ku. Men uxlayotgan edim. Uxlatdim. O'rin. Havo bekmi isib ketdi. Sizga kostyum burilka olgandim. Kiyib yiqing. Avar olup. Aynakka qarab yiqing. Ajabmi yarashdi. Qaltis bo'lib ketdingiz. Ati ish qilmang'icha. Buni kiyiling. Birinchi kuni ish qilishganda yaxshi ta'sir qoldiring. Bu mening cho'ng bo'lib birinchi qitim lag'man etishim o'xshamay qolsa, mendan ag'rinmang'jimi? Yana qizig'im bek ichib ketdi. O'xshimismi yeyaveray. Ali, nim bo'ldingiz? İçimde hoş buluyotaman. Menmi xo'shal. Yo'q. O'zimning xizmat topganligimdan emas. O boshqa bir gap. Sizning tamoq etkiningizga qarab, men tuyuqsizla opamni eslab qoldim. Undaq emasdi. Ras Roshangul. Uy tamog'i yemigili men xeyli uzun bo'ldi. Dadam opam ajrashib ketgan. Ular o'zlarining kunini ilib, adam ikkimiz bilan kari bo'lmadi. Adam bana bak kuyunudu. Mana bugun men xizmat topdim. Yana siz etib bergan lag'manni yedim. Endi mening andisham yo'q. To'liq xushal bo'lyapman. Bo'ldi, bearam bo'lma. Bu texi birinchi qitimlig'i. Endi umr bo'yi sizga tamoq etib beraman. Endi tamoq yeyil, ati ishga borasiz texi. Roshan. Nima? Men cho'qim yaxshi ishlayman. O'zimning kundalik xotir yozishimni o'ylamabdi ekanman. Aqal, qaysimiz tez taqit bo'lamizga qani? Chataq yo'q. Xo'sh.
kuni ishga tushganda qanday bo'ladi ekan? Nayt yaxshi. Şirketning telefon nomeri qancha? Ish bo'lsa sizga telefon beray deyman. Şirketda bir qanchamiz bir telefonni ishlatamiz. Kasbdan nayt ko'p telefon aldirash. Bunda bo'lsin. Bir necha kun o'tgandan keyin men chaqiruv esonaman. Shu chaqda meni qachon chaqirsangiz bo'ladi. Oy. Ay. Sta. Ma işni. Aka, bu yerda velosiped remontxonasi bormi? Bu atrofda yo'q juma ukam. Mayli bo'ron chiqsin yoki yomg'ir yog'sin, sahar soat 9dan burun gazetlarni mushtarlarning qo'liga cho'qim yetkazishinglar kerak. Ustam, men gez to'shig'ichi. Velosipedim o'shada turib tursa, gezlarni operativni kelaman. Sizga topshirdim. Turib tursin. Rahmat sizga. Rahmat. Taksi! Taksi mashinada gez to'shig'anni faqat ko'mabdikanman. Qanday olib ketib bordi bu jahon? Ustam, necha pul bo'ldi? 52 qo'y 5 mi? Mana. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat ustam. Yigit. Opirib qo'yay, haqsiz. Rahmat.
Ali, hammadan yuqori maosh oldingiz, mehmon qilasiz. Oy, paske, cho'qi mehmon qilmasang olmaydi juma. Bo'ladi, chataq yo'q. Men avval Raske. bu xush xabarni qiz do'stimga yetkazay. Qiz do'stingizni chaqirib keling, birga o'ltiraylik. Ha, bo'ladi, chataq yo'q. Ma'qul. Xo'sh. Siz Men hozir haqiqiy tushundimki, qanchaki milliyligi bo'lgan siri dunyoga shunchalik to'niladi ekan. O'tgan ishlarni eslasam kulgim keladi. G'arbning musiqalarini do'rashini bilib ekanman. Faqat istiqboli yo'q. Hozir davlat g'arbiy qismini etishni o'tirib qo'ydi. Bu bizdek musiqa bilan shug'ullanadiganlarga yaxshi fursat. Bu qatam men qaytib kelib, Şinjanning milliy musiqasi bilan tabiat manzarasi birlashtirilgan MTV plastinkasini ishlab chiqdim. Men bu qatam cho'qim g'alaba qozonaman. qachon qaytib keldingiz? Bir oyning oldida. Biroq xizmat aldirash yo'g'ashqa udulli tuvanga berib film ishladim. Siz bilan ko'rishishga vaqt chiqaramay qoldim. Roshan, sizni hech qachon esimdan chiqarmadim. Siz izchil holda qalbimdagi eng oq ko'ngil, eng nazokatlik, eng go'zal qiz bo'lib keldingiz. Biz hammani qaytadan boshlaylik. Ustam, ig'ir ko'may agent to'shig'iga yetsangiz. Yaxshimisiz? 989-97 chaqirib olsangiz. Ismim Ali. Telefon qaytursin. 282 5687. Rahmat. Dokuz yüz 89-97'ni chaqirib olsangiz. Ali. O 126 stans orqali 2113 ni chaqirsin. Tugidi. Telefon urasam bo'lamdi? Uriva. Rahmat. Dokuz yüz 89-97'ni chaqirib olsangiz. Ali. Xabaringizni taqatsizlik bilan kutyapman. Tezroq telefon qaytaring.
Telefon numaram 287 72 76. Heh. Vay, Roşema. Ben onun bir dostu. Rahmet ede. Onu ben çakırgıda çakırayım size. Hoş. Voy. Yaxshimisiz? Xafa bo'lmay, Erkinni chaqirib yuting, ha? Erkinni. Ha. Yo'qmi-ki? Rahmat, avar qildim. Aladigan adam yo'q-ku? Әмсі сәл тұрып ұрайлы. Ma'qul. Chaqirg'imga telefon qilib ekansiz. Roşen, ben qasdan qilmadim. Tushuntirishimni angla. Mang'ash paranglashaydi bo'lindi. Yur. Ali, men sizdan ko'mayman. Gezitxondagilardan surishtirdim. Xizmatda astoydil ekanligingizni bilaman. Yana taqtish namunasi ekansiz. Intayin xo'shal bo'ldim, faxrlandim. Sizni to'g'ri tanlab ekanman. Qanday xizmat bo'lishi bilan karim yo'q. Menga yolg'on aytganingiz uchun xafa bo'ldim. Sizni xafa bo'lib qoldi deb o'ylab, yerim kechigacha izladim. Chaqirib ursam qaytarmadingiz. Murat qaytib keldi. Murat? Qaysi Murat? Yiliq naqshchi. Tushundim. Asli mundaq ekanda. Uni bilan bilmadingiz? Ha, Murat meni izlab beribdi ekan. Tushundim. Kechiring. Avar qildim. Hay!
Nima uchun uning bilan birga bo'lganimni so'rab baxmaysiz? Mening so'ra salaytim bormi? Siz degan mening yigitim. Nima ish salohiyatıngiz yo'q ekan? To'g'ri. Men sizning yigitingiz. Biroq men to'p-to'g'ri 4 soat xabaringizni kutdim. Kechiring. U bir narsani yo'qotib qo'yibdi. Kayfiyat yaxshi emas. Ko'p ichib oldi. Qo'limni tutib elib zarlandi. Men sizga telefon qaytaray desam, lekin menga imkoniyat bermadi. O'z sevgini yo'qotib qo'yishdan qo'rqmagan odam biror narsasini yo'qotib qo'ysa qaqshamda. Muhabbatni qadrlamagani bilan o'z kasbini qadrlaydi. U amnili ishlab bitirgan naqshlarning ana lentisini birsi o'g'irlab olibdi. Ajab yaxshi bo'pti. Ba'zilar uning naqsini voydab ketadigan taqa. Sizga ana lent yutib kelsa, qayta ishlashga o'ng'ay. Biroq aşı plastinkadan boshqalari foydalanib kelsa, onunğa cho'ng ziyon bo'lmamdi. Aran deganda mablag' sog'ichini tepib nashr qildirmoqchi bo'lganda. Sizni hech tushunmadim. O dilingizni ranjitgan tursa, uning ishlaridan ansirganingiz nimasi? Siz deb tatgan chog'da u nima dedi? Aroq ichdingizmi? O nima yo'qotib qo'yibdi? Dönkörik atrofida. Qachon? Bugun tushdan keyin. Buni so'rab nima qilasiz? Taksiga o'tirib uyga qaytib keting. Uyingizga telefon berdim. Apingiz ansirab qopti. Yuring. Sizchi? Qiladigan azroq ishim bor. Xabarimni kuting. Tez qaytib keting. Yo'lda diqqat qiling. Adamni ansirtib nega bordingiz? Qarang arzigul odamga. O seni yana urdimi? Ali! Hey! Yana adamni uramsan. Hey! Ali! Meni qo'yibsan. Meni qo'yibdingmi? Hey, sen nima deyapsan? Meni qo'yibdingmi? Meni urishib ketdingmi? Unutib qolma, sen degan yanchiqchi. Tirmay kirib chiqqan o'g'ri. Qanday? Vajon! Vajon! Ishonmashqa lentini topalayman debdigan-sizda. Roshan. Roshan, to'xtab turing. Roshan. Roshan. Meni aldabsiz. Meni qachongacha aldaysiz? Meni yana qanday aldamoqchisiz? Meni bek ümitsizlantirdingiz.
Sözlendirdiniz. Neymişki bunda kılısız? Men onun kündəlik xatırısını gördüm. O meni haqiqiy yaxshi ko'radi ekan. Qaranglar. Elini açıp bilgan mijaz yo'qmi nima, ha? Keldilar. Kela, o'tira. Ali. Ey, Ali. Gap qilay. Yaqin yoqqa nima bo'ldi, ha? Nima gap bo'lsa? Bizga degan juma. Muhabbatda kelishmaslik yo'liqdimi ya? Bizga dajimo, yordam qilamiz. Ha, şöyle. Biz xizmatdosh bo'lganligini yordam qilish kerak, ha? Yardım qilamiz. Oy, sayrab ketdi-ku. Men telefon olay. Vay. Ali aka, lentini kimning ağalıqını bildim. Hergizmi meni dedi deb sanmang. Ma'qul. Nur aka, yaxshi turgansan. O'lib qolmadim. İşim olmasa ket. Bu yaxshi odamlar turadigan yer emas. Yaqin bir do'stim bir narsasini yutirib qo'yibdi. Mush yerdimikin deb so'rab kelibdim. Qandaq narsa? Sanalg'u lentisi. Yo'q. Ket. Boshqa narsa bo'lsa-ku mayli-di. Lentini menga bergin. Ali, necha yoshga kirding? Nim bo'ldi? Yana qanchalik yashay deysan?
Nur aka, Kimsinin akanken? Gözümden yo'qot. bugun lentini olmasam ketmayman. Bozuklarla. Bozuklarla. Ölüm aldırdım kilovattam sen? Nur aka, qaraga. Kendiniz qaraga. Yürü ola. Rahmat sana. Shu topda qanday minnatdorlik bildirishni bilmayapman. Men seni deb qilmadim. Hammani ro'shan uchun qildim. Buningdan keyin uningga kuyin. Men uningga loyiq emas. Xayr xo'sh. Hey. Nima deyapsan? O seni yaxshi ko'rdi. O o'z og'zi bilan menga shundoq dedi. Menga hammani deb berdi. Yurakli qoldi qo'g'la. Muhabbat degan jangga o'xshash. Fursatni tutib hujumga o'tish kerak. Roshan. Buni Ali sizga sovg'a qildi. Uni kechiring. U sizga yolg'on aytmasligi kerak edi. Xo'sh amsa. Hey, sizni suyman. Yo'q, xato deb qo'ydim. Ali sizni suyman dedi. Men. Xo'shamisa. Hey, çadır ola.
Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak. Rahmat sizlarga. Biz qaytaylik. Jirola. Endi biz qaytaylik. Jirola qaytaylik. Xo'sh. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugün men apamga muhabbetlashdim dedim. Men onunga men bir o'g'irni yaxshi ko'rib qoldim deganimda u qo'rqib ketdi. Mendan qizim, "Nimishqa o'g'irni yaxshi ko'rib qolding?" deb so'raganida nima deganligimni bilamsiz? Men chunki u qalbimni o'g'irladi. Men endi uningdan hargiz ayrılmayman dedim.